Farzand tarbiyasi to'g'riliq gap bo'lganda, ota-onalar o'zlarining amalsiz qilayotganligini, kechikkanligini, bu ishda beshnambakla qatqanligini, qanday qilishni bilolmay gangirayotganligini aytishidi. Ammo bu masalani hal qilishga haqiqiy bel bog'lagan, shuningga amaliy harakat bilan tirishchilik ko'rsatgan ota-onalar bak az. Chunki bugünkidek davrda ham bugunning ehtiyojini qondira oladigan, bugun yuklagan vazifalarni ijro qila oladigan, shundaqla yana o'zining asli e'tiqodi, dinida ham ching turadigan farzandlarni tarbiyalash bak mushkuldir. Bu yerdagi ta'tir hodisi mundaq. Aslida ota-onaning o'zi layoqatsiz. Bolasidan kutadigan narsaning yarmimi o'zida yo'q. Vaholanki bolalaridan ana shundoq taqdek umidlarni kutishidi. Albatta, bu mu tabiiy ahvol. Chunki ota-onalarning o'zlari ana shundoq plansiz oila muhitining mahsuli. Shuni kesib aytish bo'ladi-ki, hozirgi mutlaq ko'p qism ota-onalarning ota-onalari ularni oila tarbiyasiga umuman ko'ngil bo'lmagan. Shundaqla oiladagi tabiiy shakllangan istiqil nuqtada cho'ng bo'lgan. Planliq shakllantirilgan oila muhitida cho'ng bo'lganlar yo'q deyarlik. Demak, bugungi kundagi ota-onalarning bu jihatdagi qobiliyatsizligi ularning ota-onalarining yoki bizning bolarimizning qobiliyatsizligidan kelgan. Helimi Xudoga shukr. Kishilar kechikib bo'lsa-mu, bugungi kunda farzand tarbiyasining muhimligini his qilishdi. Bu masala ustida tit-tit bo'ldigan, boshqa turdigan yerga keldi. Bu to'limu xushallanarli hodisa. Endi biz duch kelayotganimiz farzandlarni qaysi yo'lga, qaysi ideyaga, qanday yo'llar bilan tarbiyalash masalasidir. Hozir nurg'un ota-onalar farzandlarga ingliz tili, kompyuter, matematika o'qitadigan oila o'qituvchilarini taklif qilib, ta'tillarda har xil kurslarga olib berib, o'zining farzand tarbiyalash burchini oshirib o'rindagandek his tuyg'ulari yuriydi. Ammo bir odam uchun to'g'ri yo'lda, to'g'ri aqida, durust e'tiqodda yashash, non tepib yeyishga foydasi bo'ladigan iqtidorlarni hozirlashdan ko'p muhimdir. Shunlashqa farzand tarbiyasining yadrosi bo'libmi ota-onaga nisbatan balasiga qanday odam bo'lishni, nima uchun yashashni, hayotda qaysi prinsiplarga amal qilib, nimalarni qo'llab, nimaga qarshi turib yashashni o'rgatishdir. Ammo ota-onalar o'zi undaq odam bo'lmay turib, bolalarini undaq tarbiyalashi mumkin emas. Demak, shuni bilmak qiyin emaski, farzand tarbiyasining boshlanish nuqtasi bolasining o'zida yoki 0 yoshda yoki qo'rsoqda emas, balki ota-onaning o'zida. Biz Uyg'ur islom diniga e'tiqod qiladigan musulmon xalq. Undaqda musulmonlarning o'ziga xos farzand tarbiyalash qarashlari, prinsiplari, yo'llari bormi yo'q? Bumi biz musulmon ota-onalarning o'ylanib beqishga arziydi. Undaqda musulmonlarning farzand tarbiyasi qaysi nuqtadan, qaysi vaqtdan boshlandi? Namoz o'qish yeshidanmi? Yoki xatni qilish, quloq tishish vaqtidanmi? Undaqda Qur'on Karimdagi shu oyatga diqqat qiling. O'z vaqtida Imronning ayoli aytdi: Parvardigorim, men qursqimdagi farzandimni dunyo ishlaridan ozod qilingan holda cho'qim sening xizmatingga atadim. Uni qabul qilgin. Sen haqiqatan duoyimni anglab turg'uchisan. Niyatimni bilib turg'uchisan. U qiz tuqqan vaqtda: "Ey Parvardigorim, qiz tug'dim" dedi. Uning nimani tuqqanligini Alloh obdan biladi. U talab qilgan o'g'il ato qilingan qizga o'xshash emas, balki bu qiz ortiqdir. Imronning ayoli aytdi: "Men uni Maryam atadim. Men haqiqatan uning uchun, uning avlodlari uchun sana sig'inib, qo'g'lan shaytondan panohlik tilayman" deb bayon qilingan. Yana bir sura Maryamda o'z vaqtida Parvardigoriga past ovozda munojat qildi. U aytdi: "Parvardigorim, men haqiqatan kuch-quvvatimdan ketdim. Chichim oqardi. Ey Robbim Alloh, sana duo qilib umidsiz bo'lib qolganim yo'q. Men tog'illarimning bolalarining o'rnimni bosolmasligidan, ya'ni dinni qo'ldan berib qo'yishlardan haqiqatan ansirayman.
Mening ayolim tug'masdir. Fazlingdan menga bir yaxshi farzand ato qilgin. U menga varis bo'lg'ay va Yaqub avlodiga varis bo'lg'ay. Parvardigorim, uni sening roziligingga erishadigan qilgin, deb bayon qilgan. Yuqorqi oyatlarni umumlashtirib tahlil qilsak, musulmonga nisbatan farzand tarbiyalashning 0 yoshdan, homil vaqtidan emas, balki tug'ilmasdilla, bola paydo bo'lmasdilla, ota-ona bo'lg'uchining niyat maqsadidan boshlanganligini ko'ramiz. Chunki yuqorqi oyatdagi zotlar musulmonlarning ulgusidir. Ular bo'lg'usi farzandlarini butunlay xolislik bilan Allohga ataydi. Yoki aniqroq deganda Allohning ishlariga, yo'lga ataydi. Hargizmi bolasining boy, xotirjam, rohat farog'atda hech nimadan qisilmaydigan yashashni emas, balki butun umrini Alloh yo'lga atishini, vujudini shu yo'lga taqdim etishni talab qiladi. Afsuski, biz musulmonlar bunday ruhiy holatda, maqsadda farzand talab qilishni unutib ketdik. Tug'ilayotgan bolalarning hammasi degidek tasodifiylikning mahsuli. Ma'lum nishon, maqsad uchun Allohdan bola talab qilish yo'q deyarlik. Qani qaysi ana, menmi Imronning ayolidek, Parvardigorim, qursuqimdagi farzandimni dunyo ishlaridan ozod qilingan holda cho'qim sening xizmatingga atadim deyalaydi. Qaysidida Zakariya alayhisalomdek menga varis bo'lg'ay, ya'ni men mangan yo'lga deb duo qila oladi. Demak, musulmon uchun farzand tarbiyasi bir nishon, maqsad masalasidir. Balani qanday tarbiyalash avval ideyada. Balani qaysi nishonga, qaysi yo'lga, qaysi mavqega atashdan boshlanadi. O'zingdan boshlanmagan tarbiya musulmonlik nomiga munosib emasdir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: qizga o'ylanishda uning meli, oila nasabi, diniy e'tiqodi va chiroyi ko'zda tutilyotidi. Sen diniy e'tiqodi bor qizni tanla, ishlaring yurishib ketadi degan. Umar ibn Xattob mundaq degan: otaning balada 3 haqqi bor. Onani yaxshi tanlash, yaxshi ism qo'yish, yaxshi tarbiyalash. Umar radhiyallohu anhu bu so'zda farzand tarbiyalashning boshlanish nuqtasi bevosita jo'r tanlashga bog'laydi. Amaliyotda tug'ilib bo'lgan bolaning onasini tanlash mumkin emas. Yushirin kinoyi shuki, sen cho'qim kelgusidagi bolangni yaxshi tarbiyalashing kerak. Bu bolaning sening ustingdagi huquqi, tegishli haqqi. Shunlashqa buningdagi ochquch dal yaxshi tarbiyalangan, farzandni islomga loyiq, yaxshi tarbiyalagudek, safa hozirlagan diyonatli qizlarga o'ylanishingdir. Mana bu farzandni yaxshi tarbiyalashni umid qilgan har qanday kishining bosadigan tunji qadami. Uningdan keyin qilgan muhim ish ota-onalar cho'qim bolasini tarbiyalashda zarur, kam bo'lmaydigan diniy bilim saboqlarini o'rganish kerak. Bunchalik oddiy saboqlarni bilmagan ota-ona bolasini yaxshi tarbiyalayman deb yurmasmi bo'ladi. O'rganish deganda cho'qim ota-onalar shuni bilish kerakki, o'rganib qo'yishlik kifoya emas. Chunki islom oila tarbiyasi mohiyatda tarbiyalanguvchiga amaliy harakat. Islomning tirik ijrosi bilan ta'sir ko'rsatish jarayonidan iboratki, hargizmi hunar texnika o'rgangandek yoki savod chiqargandek elib berilgan nuqul o'g'itish harakati emas. O'zi islomga loyiq yashmaydigan ota-ona qandaqmi musulmon farzand tarbiyalayolsin? Hozir musulmonlar orasida saqlanayotgan yana bir xato qarash shuki, nurg'un musulmon ota-onalar islom oila tarbiyasini an'anaviy axloq tarbiyasi bilan umuman birdek deb tushunadi. Undaq tushunmaydi degan taqdirdami, axloqliq bo'lsa, islom tarbiyasi bo'yicha bo'pti deb biladi. Balalar yolg'on aytmasa, gunoh yomon ishlar bilan shug'ullanmasa, namoz o'qisa, Qur'onni chiroyli qiroat qilib o'qiy olsa, yavash yumshoq siliq sipoyi bo'lsa, yerga yumshoq desab mangsa, mutlaq ko'pchiligimiz bu bola nihoyat obdan cho'ng bo'pti, bak axloqliq bola ekan deb maqtashimiz. To'g'ri, undaq bolalar haqiqatan yaxshi bolalar. Undaqda bir musulmon farzand uchun shular kifoyimi?
Ya'ni u gunoh sodir qilmasa, hech kimni ranjitmay yassa, o talabga loyiq bola bo'lamdi. Bu yerda bir qism musulmonlar nazardan saqit qilib kelayotgan to'lma ajallik bir bo'shliq yoshirinib yotadi. Ya'ni farzand tarbiyasida e'tiqod, ibodat, axloqla alohida ahamiyat berib, musulmon farzandlarning iqtidor safosini yetishtirishga, ularning bilim doirasi, uchur miqdorini mo'llashtirishga ahamiyat bermaslikdan iborat. Ko'z oldimizga naq paket shuki, atrofimizda axloqliq, ammo qo'ldan ish kelmaydigan, iqtidorsiz musulmonlar to'lma ko'p. Bir musulmonga nisbatan bilim, iqtidor xuddi aqida, axloqdekla muhimdir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilim egallash har qanday bir musulmonga farzdir degan. Ta hozirgacha hech qanday bir davr yoki makonda biror olim yoki mujtahidning ilm egallashning farz emasligi yoki ba'zi farz bo'lsa-mu, ba'zi farz bo'lmaydiganiga bergan fatvosini uchirtolmaymiz. Aksicha, dunyo musulmon olimlari ittifoqining raisi doktor Yusuf Qarzaviy mundaq fatvo chiqargan. Diniy bilim yetkizish, diniy bilim elish va turmush ehtiyoji qatorliqlar uchun barliq musulmonlarning o'zining tilini pishiq bilgandan keyin boshqa millat tilini o'rganishi farzdir degan. Chunki Alloh Qur'on Karimda Qur'on Karim olam xalqiga ogohlantiruvchidir degan. Yana bir oyatda ey Muhammad aytqinki, ey insonlar, men haqiqatan hammalarga Alloh tarafidan avatilgan elchiman degan. Şuna başqa tillarga diniy kitoblarni tarjima qilish zarur bo'ladi. Payg'ambarimizning yendimi Farischa, Sharqiy Rimcha va Negerchani bildigan ilm ahllari bor edi. Biroq ular orasida Yahudi yozig'ini bildigan kishi yo'q edi. Shuning bilan vahiy yozgan katiblarning biri Zayd ibn Sabitni bu yoziqni o'rganishga buyurgan. Zayd ibn Sabit mundaq deydi: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam menga, men Yahudilar men uchun yozib bergan xatga ishonch qila olmayman. Şuna sen ularning yezqini o'rgangan deb buyurdi. Men 15 kunga barmayla o yezqini o'rganib tushunoladigan bo'ldim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning Yahudilarga avatmoqchi bo'lgan xatini men yezib beratdim. Ulardan kelgan xatni men o'qib beratdim. Doktor Yusuf Qarzaviy mundaq degan: Zayd ibn Sabitning Yahudi yezqini tez suratda o'rganib bo'lishiga uning Yahudilar bilan qo'shni oilada o'sib cho'ng bo'lganligi sabab bo'lgan. Vaholanki ko'z oldimizga pokitni qarasak, namoz, ro'za, zakotlarning farzligini e'tirof qilgan musulmonlarning ilm egallashning o'xshashlar farz ekanligini unutib qolayotganligini, uningga farz amalga muomala qilgandek muomala qilmayotganligini ko'rib turibmiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu so'zni deganda nuqul diniy bilimlar ko'zda tutgan emas. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning kuchlik mo'min ojiz mo'mindan Allohga bakrak suyumlikdir degan. Yana bu so'zdimi hargizmi mo'minning jismoniy kuchini emas, bilimi, saposi, iqtidorini ko'z tutgan. Vaholanki biz yana farzandlarimizning boshlang'ich diniy bilimidan boshqa dunyoviy bilimlarga qisqish kerakligini, uning nihoyat muhim ekanligini his qilmayapmiz. Bir musulmon o'zining xususiy ibodatidan tashqari yana ma'lum bir ijtimoiy mas'uliyatni ustiga olgan bo'ladi. Nuqul mas'uliyatni rivoyaga yetkazib ado qilish dal shu musulmondan belgilik sapo, iqtidor talab qiladi. Agar bu zarur sapo hozirlanmaganda, namoz, duolar qanchalik mo'nliq yoshlar bilan o'qilsin, masala yanada hal bo'lmaydi. Demak, musulmonning tarbiyasida shu yashayotgan davr dunyoning talbiga aks etishi, shu davr yuklagan vazifani ado qilish maqsad qilinishi zarurdir. Ali ibn Abi Talib mundaq deydi: Sizlar bolalaringlarni kelgusi uchun tarbiyalanglar, chunki ular sizlar yashamaydigan bir davrda yashaydi. Shuningdan ko'rinib turibdiki, tarbiya mazmunida, usulda davr talbi aks etmasa, boshlang'ich savodini o'rganish va o'tish bilanla tarbiya ado qildim degil bo'lmaydi.